Mana do'stlar, biz arzu qilgan shifoliq ko'lga kelib oldik. Qani, Hamdu akamning o'z og'zin shifoliq ko'lni tushuntirishni anglab boqaylik. Mushkul shuma? Mushkul şu. Aynı vaktdeki atalmış da şifalık gölü. Dep mi koydu? Bu şekilde hem de adetteki maşinler kelanmaydı ama maşin takmış şu harbi maşinleri ya gelip bağdo derken de. Ama gelip maşinler kelanmaydı. Hem de bu sınınki şifalık nemesini adette biz kullanmayız. Hem biz sonlardan apam 107 yaş kirdi. Sorsam ama size köylüler bunun etrafı hemiz toprak emas mı? Doğru. Bu topraktaki toprağın hemiz bu şey düşüp ketken. Şununla su bek serek adamki payda qilish nimasi bek yo'q ko'ryapti deb aytadi. Ham bu shu hozir mana bunda qarab baqsaqli bilamiz. Bu shu to'g'rig'i hozir hamda hozir ma yo'llarda turibmizku. Bu qurg'andikilar mana qurg'andiki mana bu to'piq o'xshash mendaq bo'ldi mana. Mana bu shamolda uchish orqali hammasi bu ko'lga tushdi. Ha, mushki to'g'ri bo'lganda He, aş to'g'ri mana. O'shanda o'shalda mana qaynab chiqqan yerga bu ashak tushib, shuningga bu suningki shifoliq roli bak yuqori bo'lganligi bu to'g'rig'ining alomati. Shuningga ba'zi odamlar tuz ko'llarga chiqib kiradi. Mening hozir tegida tuz naydi az, ammo to'g'rig'i chiq. Şu rengi başka doğru bir şey ki. to'g'ri jahirni suvi bo'lib ketayotganda bu ko'rsini. Sapsarı qaynar. To'g'rig'i bo'lib ketgan bu. Bu bütün to'g'rig'ini tashlagandan keyin bu suv hozir halti seriq. Halqa tuzning bo'lsa oqiladi, suzuk bo'ladi. Shundaymi? Doğru. Mavi sovup seriq turg'ini bu bütün mushu taklimakan ichidagi mushu to'g'rig'ini akab tashlayotgan. Shuningga bu intayin foyda qiladi. Hozir mana musha kirib 2 soatdan keyin chiqqandan keyin uni chiroyini ko'rasiz. To'g'rig'ining ne qadar kuchliligini andan bilasiz. Sap doğru suyu da bu rengi bu kızılır. Hozir to'g'rig'i suvi bo'lib qoldi bu. Bu 1 yil ya 2 yil emas, 200 yillik su tursa. 200 yıl. 200 yil vaqt bu yoqqa su kirmagili. Biz tabiiy minas su turadi. Bu tahlil ya Wi-Fi tutmaydigan qarang, dengmay belgili bo'lay desam. Ikkinchi qitim o'sha kelish uchun qanday kelish kerak? Agar boshqa so'z qanday deb turish kerak, men tahlil qilyapman. Qarang, bu ma qizil ko'ringan ya. Naq misha. Janub 0 gradus, naq mishaning o'rni shu.